Qizlarimiz Zamira Salim, Zaynab Qurbonboyeva hamda Shohsanam xonim Hamroqulovalar tashrif buyurgan. Qarsaklaringiz ostida demak bugungi tadbirimizning demak konsert demak tadbirida navbatni bersak va hurmat ehtirom bilan davramizga O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Sobirjon Mo'minovni taklif qilamiz. Marhamat. Yüreğimdendir cembulu rayhan, oftobga bag'rini keng ochgan ayvon. Xumorman ikki kun kelmasa mehmon, quyoshi o'xshaydi Samarqandga. Nechun ta'zim qilmay O'zbekistonga, ko'ngillarda bug'doy tergan sen masmur, bekalatib ulg'aytirgan sen masmur, non tuz hamda zabon bergan sen masmur. Boshini eksam boshim yetar osmonga, nechun ta'zim qilmay O'zbekistonga. Boshini eksam boshim yetar osmonga, nechun ta'zim qilmay O'zbekistonga. Temurdekka Allah aytgan onamsan, Navoiyni yuksaltirgan qalamsan. Termizida meros imon Ka'bamsan, o'zing beshik bo'lding ey buyuk insonga. Nechun ta'zim qilmay O'zbekistonga. Bola bo'lib qo'llaringdan tutganman, tuprog'ingni ko'zlarimga surtganman. Qayga borsam qadring bilib yurganman. Nomi aytib chiqdim mana jahonga, nechun ta'zim qilmay O'zbekistonga. Quyosh o'xshaydi Samarqandga, nechun ta'zim qilmay O'zbekistonga.